barchaga hozir Sovursuzda birinchi intervyuni olamiz. Siz qayerga ketdingiz? Yemetradan Assalomu alaykum, siz yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Men ham. 1-oktyabr yaqinlashib kelyapti, bilasiz. Ustozlaringizga sizlar bir samimiy tilaklar bildiring. Endi ustozlarim men maktab bitirganimda 20 yildan oshib ketdi. Baribir eslaydi, kechagi kundek bo'lib etiladi bu jarayon. Ustozlarimdan eng yaqini bu matematika ustozim edi. Matematika ustozim sizlarning oldingi matematika ustozlaring Mirolimning akasi. Hattoki uygacha borib dars bergan menga, uyiga borardim, darsdan keyin maktabda va kechki payt uyiga chaqirardi, matematika bilan birga shug'ullanardik. O'shanda maktab davrini eslasam, o'sha ustozim yodimga kelaveradi. Chunki juda ko'p mehr bergan. Maktab davrlaridan eng esda qolgani shu, endi urgan ustozlarim bor, ular ham yurakda qolgani, ularni eslasa xunuk bo'ladi. Lekin ular ham o'sha o'qish jarayonida tarbiya ma'nosida jazolagan va u doimiy esimda qolgan. O'shaning uchun hamma ustozimni yaxshi ko'raman, aytaversak bir kunlik gap bo'lib ketadi. Eng esda qolgani shu matematika. Rahmat. Endi ikkinchi navbatimiz Suruz Nurmatov Qodir, ya'ni o'zimning sinf rahbarim. Facebook'da siz ketdik. Assalomu alaykum, siz yaxshimisiz? 1-oktyabr tashkilot bilasiz. Shunga samimiy tilaklaringizni ustozlaringiz uchun oldingizda bildirsangiz xursand bo'laman. Avvalo rahmat sizlarga shunaqa tashkil qilganlaringiz uchun. Nima deymiz ustozlarga kasbiy faoliyati davomida doimo omadlar tilab qolamiz. O'qituvchilik kasbi hech qachon yengil kasb bo'lmaganda, bu rosa mashaqqatli kasb hisoblanadi. Shu faoliyat davomida charchashmasin. Xudo xolasa mehnatlarini rohatini ko'rsin. Hammangizga omad tilaymiz, bayram bilan tabriklaymiz. Rahmat, rahmat. So'xbarandiga, ya'ni maktabimizning savchiligi. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Kelayotgan bayramlaringiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. 1-oktyabr kuni yaqin kelyapti. Shuning uchun samimiy tilaklaringizni bildirsangiz xursand bo'lardik. Birga ishlayotgan jamoamizga bugun va kelayotgan bayram bilan barchasini chin qalbimdan tabriklayman. Mana shunday shijoat, g'ayrat bilan ishlashda davom etishsin. O'quvchilar ularning doimo mehnatlarini qadrlashsin. Rahmat.